Round 1. Demak, birinchi raund. Chapaqay. Akmaljon. Kuchsiz raqib emas. Mana shuni aytib o'tishimiz kerak. Kuchsiz raqib emas. U ham yosh. Shotlandiya vakili. Tezkor. Maktabi bor bokschi. Darhol javob qaytaryapti. Ana bitta zarba o'tkazib yubordi. Yetib olishga harakat qilyapti. Ana zarbalar yo'lashdi. Jab o'tyapti. Qorniga zarba ortidan. Yaxshi qochdi hozir jab yo'lagandan so'ng. Raqib qarshi hujumni sezdi, payqadi o'z vaqtida va chap berishga muvaffaq bo'ldi. Ammo u ham chuqur himoyada topish qiyin bo'lyapti. Yaxshi kombinatsiya o'tyapti. Ikkilik zarbasi qornidan boshladi. Qornidan boshladi mana shu hujumni. Raqib qo'llarini biroz pastga tushirishga majbur eta oldi va ohista mana endi ta'qibni boshlayapti. McNally'ning hujumi balandroq deyapti. Ko'rmadim ochig'i men. Taqlangan zarbani referi yaqin turibdi voqeaga. Jarayonga bokschilarga mana bunday zarbalanishni va 3-daqiqada biroz faollikni oshiryapti Akmaljon Isroilov. Va bu turda har bir jang yarim finalga qadar ana shunday o'taveradi. Va qanday qarshi hujum Isroilovdan. Davom ettirishga harakat qilib ko'rdi, raqib qochib qoldi. O'ttiz soniya. Eshityapmiz To'g'ri Qilich Ro'zaxunovni. Jab. Qorniga zarba. Yaxshi kombinatsiya. Bir qancha zarbalar qorniga va boshida boshiga zarba bilan yakuniga yetkazdi ushbu jarayon. Bir ikki qoring. Keyin boshqa narsani. Katta xatoing oyog'ing qolib ketdi. Oyog'ing qolib yana oldiga ketdi. Boshida. Mana uni ishlaymiz. Zarba o'tkazib yuborgandan so'ng oldinga borganligi. Kombinatsiya bilan javob qaytargan jarayon va Seconds out. barcha hakam bir ovozdan Isroilov foydasiga hal etmoqda mana shu Round 2. round. Juda qiyin bo'ladi do'stlar o'sha chorak finalga qadar Akmaljon Isroilovga nasib qilsa albatta yetib boradi. Kuchli bokschimiz moslashib olyapti ringga, jangga va birinchi bosqichning o'zida mana shunday kuchli raqib. Ulayapti hozir raqibni borish uchun va mana bunday zarbalar ketma-ketligi. Urash kerak emas. Jahli chiqdi. Akmaljon Isroilovni raqib himoyasini yorib o'tishga harakat qilmoqda. Yana yorib o'tyapti. Himoyani hamyasdan chiqarmagan holda shotlandiyalik bokschining javobi. Ammo jangga tayyor Akmaljon Isroilov. Faollashdi ikkalasi ham. Biroz jahl qilishdi bir-biriga.
Jigariga zarba. O'rtoq referi takrorlanishini ko'ramiz. Bor-ku. Yorib o'tyapti muhim Isroilovning hujumi raqib qo'llar. Yaxshi aldadi. Biroz o'ziga tortdi o'ng qo'l yondira olmas zarba, ikkinchi qo'lni ham qo'shdi. Ko'rsatmalarni eshityapsiz. Qo'l joyida turish va turish kerak va bir joyda qolib ketish kerak emas. Zarba o'tkazib yuboryapti hozir. O'ng qo'lda biroz yuqoriroqdan qisqa masofada. O'zi ham yo'ladi bizga o'tkazib yuborgan zarbalar. Rost tegadi. Mana endi darhol revansh olmoqda. Yana qolib ketdi. Chap qo'l himoyadan referining belini ko'raverib charchadik biz. Boshni biroz past egib yuboryapti. McNeilty ikkilik zarbasi klassik uslubda amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi shotlandiyalik bokschi. Javob qaytdi Isroilovdan. Yaxshi mana bu yerda chap va o'ng qo'lda hujum, ikkilik zarbasi ortidan mo'ljalga boryapti. Masofani uzoqlashtirishga ulgurmadi. Javob qaytarishga harakat qilmoqda. Ammo aniqroq harakat qilyapti Akmaljon. Ushlashma deb aytib o'tishdi. Jab. O'tmaydi. Mana bunday harakat, yana kombinatsiya. Raund so'ngida bu raundni ham o'ziniki qilib olmoqda. Shubhasiz. Qolib ketyapsan, urgandan keyin qolib ketyapsan. Urgish orqasiga o't, yonboshga o't, orqasiga o't, to'g'ri qol. Joyida turgan. Mana o'sha zarba o'tkazib yuborgan ko'rinda sezildi. Nima bor endi? Qo'ling joyiga qo'y. Yonboshlarga o't. Nima qilasan hozir? Himoyani juda chiroyli yorib o'tyapti Akmaljon. Isroilov ikkinchi raund ham uning foydasiga hal bo'lmoqda. Uchinchi raund. Tashlanadi endi. Tashlanadi, boshqa chorasi yo'q. Robert McNeilty. Qanday ochiq jang taqdim qilyapti. Faollashgan anchagina. Boshlar to'qnashuvi hozir va yana o'sha uslubida Isroilov to'g'ridan yo'llangan, himoyani yorib o'tadigan zarbalar himoya bilan kirib boryapti, raqib ochishni kutyapti va o'ng qo'lda tutib oldi, qolib ketdi yana. Bir necha marotaba ko'rsatib berishdi unga. Qolib ketmadi. O'ng qo'l qorniga, chap qo'l boshiga, raqib qarshi hujumi. Yana qorniga zarba kutdi. Yana jigariga zarba o'tdi bu safar. Sezda tezligi biroz pasayib qoldi. Shotlandiyalik bokschini chalg'itib o'tib, chap tomonga o'tib, zarba yo'llashga harakat qilyapti-yu, bermayapti imkoniyat. Isroilov doim nigohi, yo'nalishi, qo'llari raqib tomonda, jigariga zarba, boshiga 3 ta zarba bilan chiqib ketmoqda. O'ng qo'l boshiga o'tmoqda, yakunda zarba endi qorniga.
Aperkot zarbasini amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. So'nggi daqiqa boshlanish arafasida qisqa masofadan himoyani ajoyib tarzda yorib o'tyapti Isroilov. Va klinchga o'tishga majbur. Bir qancha zarbalar qabul qilib olgandan so'ng biroz nafasini rostlab oldi. Shotlandiyalik bokschi ham yetarli darajadamikan? Yana himoya yorib o'tilyapti. Yana bir qancha zarba. Ikkita chap qo'l yordirilan zarbasi javoban raqibdan yana chap qo'l og'dirib yuboryapti. Yana ikkilik zarbasi chap qo'lda. Bosh biroz qaltis harakat qildi. 20 soniya vaqt qolyapti. Jang yakuniga yetishiga. Ikkilik zarbasi o'tyapti, chorlayapti. O'z oldiga borish kerak emas, uchish kerak emas, mana shunday ixtiroslarga berilish kerak emas. Oldinda hali janglar ko'p. Ikkilik zarbasi, qara, yana hujum amalga oshiryapti. Akmaljon biroz joyida turib qolmoqda. Jang yakuniga yetyapti do'stlar. Men yana o'sha fikrda baribir qoraman. Hozir ko'rdingizlar Roberto Maknilitsi. Ha, yutdi vatandoshimiz Akmaljon Isroilov, lekin Maknilitsi aslini olganda yomon bokschi emas. Bu yerda pastki turda ochig'i o'sha boksdagi ekzotik mamlakat vakillari anchagina ko'p yig'ilgan. Bu turda esa qarang do'stlar. Hozir chiqadi ringga Davlat To'lamisov, Qozog'iston vakili, Ramon Batagello, braziliyalik bokschi. Braziliyada ham bor Olimpiya chempionlari. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards for a unanimous decision in favor of your winner. In the blue corner, representing Uzbekistan, Akmaljon Isroilov. Akmaljon Isroilov uning qo'li baland ko'taryapti. Bundan avval ko'rdingiz, Xongo Kiryakov bilan jang olib bordi. Ular g'alaba qozongan bokschi nimchorak finalda mana shu turning o'zida Sharoboddin Atayevga qarshi jang olib borishadi. Va bu jang, mana bu jang g'olibi keyingi bosqichda aynan Davlat To'lamisov hamda Ramon Batagello jangi g'olibiga qarshi nimchorak do'stlar, nimchorak finalda ringga chiqishadi. Endi Isroilov aniq chiqadi. To'lamisov va Batagello qarama-qarshilikni hozir birgalikda kuzatamiz.